akalar mana xullas ishimiz xudo xolasa xonani ishlab koridorlarimiz mayr alohida joy akalar, chunki vashi vaqtimiz ketgan joy, qo'limiz ushlab qo'ygan joy. Endi biyalarimiz olamiz. Kameraga to'xtanglar, stop. Bu xonada meni velosipedim turibdi. Bu xonalarimiz ham bo'ldi akalar. Endi koridorga o'tamiz. Bu koridorimiz, bu hammomimiz. Hammomimiz ham go'zal chiqdi, xudo xolasa mana hammom. O'ta go'zal montajlari bo'lgan. Endi bu xonamizga o'tamiz. Choy ichayotgan xonamiz bu. Bu xonamiz ham chiroyli chiqdi degan umiddamiz. Endi akalar, endi maytdan o'tamiz. Mana endi bu akalar binoni oldi ko'rinishiga bir ahamiyat qilamiz. Katstinli suvog'imiz mana bitta, xudo xolasa. Hozir bu yerdan oldim, bitta ko'rasiz. Mana akalar. Chiroyli, bo'shi tekisligi, gap yo'q, suvog', xudo xolasa akalar. Qo'ldan kelgancha mana shu 520 to'rt uchtamiz, hali ham 19lik qilaveramiz akalar. Telefon mana mayt bugun bo'ldi, mayt bugun bo'ldi. Endi bugungi sanamiz sekin xullas hash qo'yayotganimdan hisoblab olamiz. Soat millarimiz 16:37 ni ko'rsatyapti. Ishni tugatdi.